Bu raqamlar ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Qozog'iston go'shti O'zbekistonga atiga $3 sotilgani aytilmoqda. Qozog'iston 2025-yil uchun bojxona statistikasini e'lon qildi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga eksport qilingan 1 kilogramm go'shtning o'rtacha narxi taxminan $3 ni tashkil etgan. Bu haqda cmn.koz nashri xabar berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston Qozog'istondan 66.100 tonna mol go'shti va uning yon mahsulotlarini sotib olgan. Ushbu xaridlarning umumiy qiymati $189,9 million ni tashkil etdi. Bu o'rtacha kilogramm uchun $2,87 ni tashkil etadi. Biroq bu yerda eng katta savol tug'iladi. Chunki shu bilan birga Qozog'istonda mol go'shtining chakana narxi 30% dan ortiqqa oshib, kilogrammi uchun 4-4,5 ming tengaga yetdi. Ya'ni go'sht ichki bozorda qimmat, lekin eksportda arzonmi? Qozog'iston savdo va integratsiya vazirining o'rinbosari Janel Kushukova bu vaziyatga alohida izoh berdi. U bunday raqamlarni shubhali deb atadi va ularni texnik xatolik deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, davlat davlatga go'sht sotmaydi. U shartnoma asosida ma'lum bir ishlab chiqaruvchi tomonidan sotiladi. Agar ichki bozordagi narx bir necha barobar yuqori bo'lsa, ishlab chiqaruvchi uchun mahsulotni $3 ga sotish iqtisodiy jihatdan foydasizdir. Vazir o'rinbosari ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish zarurligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, raqamlar bojxona organlari tomonidan qayta aniqlanishi va texnik xatoliklar uchun sinchkovlik bilan tekshirilishi kerak. Shu bilan birga Savdo vazirligi Qozog'istonda mol go'shti narxi oshib borayotganini tan oldi. Bu esa aholi orasida xavotir uyg'otmoqda. Kushukovning so'zlariga ko'ra, narxlarning oshishining asosiy sabablari chorva mollari sonini tiklashning ko'p vaqt talab qiladigan jarayoni va O'zbekistondan talabning keskin oshishi hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda O'zbekistonda go'sht iste'moli sezilarli darajada oshdi. Biroq tabiiy va geografik cheklovlar tufayli mamlakat o'z ishlab chiqarishini bunday tez sur'atlarda kengaytira olmayapti. Xulosa qanday? Go'sht bozoridagi raqamlar oshdi va savollar yanada ko'paydi. Vaziyat yaqin kelajakda oydinlashishi kutilmoqda.